xitoyliklar qanaqa mashinalarni haydashadi hozir ko'rib chiqamiz. Mana oddiy parkovkadaman. Bu yerda do'konlar bor, uy bor. Biz mana Volkswagen bor. Bu yerda qanaqadir xitoyliklarning elektrokari, bilmayman nomini to'g'risi. Women. Audi, mana mini karchani qaranglar. Li, Merc bor bu yerda, и bu BMW, Mercedes, mana Toyota, Mercedes, Audi, Jeep, Toyota, Audi, BMW. Bilmayman to'g'risi buni nima. Women. Skoda bor bu yerda, yana Merc. Dream Car'im. Siz nihoyat bitta BYD. To'g'ri, boshda kam, ko'p emas, lekin ichida bittagina BYD bor. Bu narsa hayron qolarli joyi yo'q, chunki men Xitoyda 2 yildan beri yashayman va qachon taksi zakaz qilganimda 4-5 martagina ko'rdim BYDni. Ya'ni o'zlari juda ham zo'r elektrokarlar ishlab chiqarishadi. Bunga umuman gap yo'q. Lekin Xitoyda qanaqadir Audi juda ham mashhur. Deb o'ylaysiz, Xitoyda ishlab chiqarilgan elektromobillarni xitoyliklar nimaga kamroq foydalanishadi? Albatta fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar va menga obuna bo'lishni unutmang.